O'zi buni narxi qancha? $500? Ha, olaman. Voy nimalar deyapsan? Axir bu pullar Botir akam uchun sariq chaqa-yu. Xavotir olma. Kechki ishdan qaytsinlar, senga albatta pullarni olib jo'natib yuboraman. Yaxshi. Mayli, unda kelishdik. Gaplashamiz. Sog' bo'l. Yaxshi. Voy. Obbo, chap katta xotin oyoq kiyimni taxlashni bilmaydi. Mana buni oling, oyijon. Biroz to'kni tejamasak bo'lmaydi. Bechora o'g'lingiz to'lovlarga qiynalyaptilar. Xo'p. Yo'l bo'lsin. Ovsinizga ketyapman. Nevaralarimni, o'g'limni ko'rib kelmoqchiman. Sog'indim. Ha, juda yaxshi o'ylabsiz. Yaxshi boring. Yaxshi o'tiring. Mabodo bir necha kunga qolgingiz kelsa, bemalol qolavering. Sizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz kelin? Keling. Rahmat qizim. Tinchlikmi? Kayfiyatingizmi? Hammasi jonimga tegdi. Sizlarnikida yashaganda sizni ko'nglingizni olaman deb o'lib ketardim. Bo'lib ham mazza qilib yashayotganim yo'q. O'g'lingiz boladan battar injiq. Men faqat ularning ko'ngliga qarashim kerak. Meni ko'nglimga kim qaraydi? Men ham qachon odamga o'xshab yayrab yashayman. Uyimdagilar kelishga qo'rqishadi. O'g'lingiz umuman yoqtirmaydi biznikilarni. Bunday noshukrchilik qilishingiz gunoh. O'g'lim hamma sharoitingizni qilib qo'ygan-ku axir. Obbo, kelib gunoh savobni siz menga o'rgatasizmi? Xudoga shukr, ota-onam hali tirik. Umrlari uzoq bo'lsin kelin. Menga qarang. Boshqa menga aql o'rgatmang. Aqlingiz oshib-toshib yotgan bo'lsa, ana, o'g'lingizga o'rgating. O'zi kim chaqirdi sizni? Mayli kelin. O'zingiz bilasiz. Yoqmayotgan bo'lsam ketaman. Ketyapsizmi? Mendan xafa bo'lmay keting. O'zi asabiylashib turuvdim. Nega sizdan xafa bo'lar ekanman qizim? Siz nima desangiz shu. O'g'lim bilan baxtli yashasangiz bo'ldi. Menga boshqa hech narsani keragi yo'q. Tushunganingiz uchun rahmat. Ish qilib yotishga kelmagan bo'lsin-da. Yana ovsinim bilan g'ijillashib qoldimikin bu kampir. O'zi qariganda juda injiq bo'lib qoldi-da. Choydan oling. Rahmat qizim. Uy ishlardan juda charchadim. Hamma ish o'zimga. Mehmon kutishga holim yo'q. Kechgacha hali qancha qiladigan ishlarim bor. Hali ovqat qilishim, kir yuvishim, mol holga ham qarashim kerak. Ustiga ustak sizga ham qarashga holim yo'q. Xafa bo'lmang. Bor gap shu. Keting demoqchimisiz? Aytdim-ku, mehmon kutishga holim yo'q. Yaxshi. Men ketdim unda. O'g'limga salom ayting. Yana o'g'lingizga chaqimchilik qilib yurmang. Xavotir olmang. Sizlar tinch bo'lsangiz bo'ldi. Siz jim yursangiz, biz albatta tinch bo'lamiz, oyijon. Xo'p. Siz nima desangiz shu. Rahmat. Sog' bo'ling. Men-ku qaynonamga dasturxon yozib, bir piyola choy beribman. Kelinim menga o'sha bir piyola choyni ham ravo ko'rmadi. Kuni kelib, o'zini kelini ostonasidan haydamasa bo'ldi. Allohim,
kechir. Hayot bu oyna. Sen qanday qarasang, shunday aks etadi.